Go'zalligi mukammallik timsoli bo'lgan, ammo ko'zlari g'azab va dardga to'la go'zal farishtani tasavvur qiling. Asarda jannatda endigina quvilgan yosh Lutsifer o'zini halokatli xatosini anglab, yuzini qo'li bilan bekitib, tosh ustida o'tiradi. Uning ideal ko'rinishi ichki dunyosidan farq qiladi. Nigohi esa nafrat va umidsizlikka to'la bo'lgan. Bir kuni men bu asarni kimdir telefonida yoki avatarkasidami ko'rganimda, bu fransuz rassom Alexander Cabanel'ning 1847-yilda chizilgan quvilgan farishtasi ekanligini bilmagandim. Rassom 17 yoshidayoq san'at maktabiga o'qishga kiradi. 21 yoshida asarlarini Parijda namoyish etadi. 22 yoshida esa nufuzli Prix de Rome stipendiyasini qo'lga kiritadi. 24 yoshida esa Cabanel shon-shuhrat cho'qqisiga ko'tarilayotgan bo'ladi. Rassom hamma narsasini yo'qotgan, ammo taslim bo'lmagan farishtani mahorat bilan tasvirlaydi. Bundan 1 yil oldin u quvilgan farishtani birinchi versiyasini yaratadi. Boshi egilgan, orqa fonda esa momaqaldiroq bulutlari bo'lgan mag'lub farishtani tasvirlaydi. Aytgancha, izohlarda qaysi versiyasiga ko'proq yoqqanini yozib qoldiring. Cabanel John Miltonning Yo'qolgan jannat kitobi asosida quvilgan farishtani yaratadi va asarni hozir hammaga ko'rsataman va hammani hayratda qoldiraman deb o'ylaydi. Ammo tomoshabinlar va tanqidchilar bu asarni unchalik yoqtirishmaydi. Lekin vaqt o'tishi bilan quvilgan farishtani shoh asar deb hisoblay boshlashadi.